Yevropa Ittifoqi Rossiyaga qarshi sanksiyalarning 17-paketini tasdiqladi. Sanksiyalar asosan Rossiya Federatsiyasining soyadagi floti tankerlariga qaratilgan. Shu bilan birga Rossiya harbiy zavodlariga qurol ishlab chiqarish uchun zarur tarkibiy qismlarni yetkazib bergan Qozog'iston, O'zbekiston, Serbiya, Turkiya va Birlashgan Arab Amirliklari kompaniyalariga nisbatan ham cheklovlar kiritilmoqda. Rossiya Ukrainani bosib olishga harakat qilayotganiga javoban kiritilgan sanksiyalarning yangi paketi Kreml uchun neft sotishni yanada qiyinlashtirish va sanksiyalarni global zanjirlar orqali aylanib o'tishga urinishlarini jilolashga qaratilgan keskin chora sifatida qaralmoqda. Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar va xavfsizlik masalalari bo'yicha oliy vakili Kaya Kallasga ko'ra, Rossiyaning soyadagi floti deyarli 200 ta tankerni o'z ichiga oladi. Moskva bu tankerlardan neft eksportlariga qo'yilgan cheklovlardan qisman qochish uchun foydalanyapti. Bu kemalarning real egasi, ya'ni yurisdiksiyasi aniq emas. Bayrog'i tez-tez o'zgartiriladi. Shuningdek, sug'urtasi bor, yo'qligi ham noma'lum. 17-sanksiyalar paketi esa Rossiya neft savdosining yashirin tarmog'i, treyderlar, sug'urtachilar va port infratuzilmasi orqali ishlashni murakkablashtiradi. Bu choralar Xitoy, Hindiston va Afrikaga eksportni izdan chiqarishi mumkin. Yevropa Ittifoqi 35 ta kompaniyaga nisbatan ikkilamchi sanksiyalar ham joriy qilmoqda. Ular qatorida O'zbekistonda ro'yxatdan o'tgan bitta firma ham bor. Kompaniyalar nomlari rasmiy hujjatlari ochiqlangandan keyin ma'lum bo'ladi. Bryussel tarqatgan press-relizga ko'ra, sanksion ro'yxatga qo'shilgan shirkatlar Rossiya harbiy kompleksini bevosita yoxud bilvosita qo'llab-quvvatlagan yoki sanksiyalarni aylanib o'tish zanjirlarida ishtirok etgan. So'nggi yillarda 7lik guruhi yig'ilishlarida Rossiyaga qarshi sanksiyalar muhokama qilinishi odatiy holga aylangandi. Bu safargi G7 moliya rahbarlari uchrashuvi esa aftidan noodatiy tus oladi. Unda 6 ta davlat birgalashib, AQSh moliya vaziri orqali Trampdan hatto do'stlarga ham boj solish haqidagi tahdidlarni bas qilishni so'rashi mumkin. 7lik guruhiga kiruvchi davlatlar AQSh, Kanada, Britaniya, Fransiya, Germaniya, Italiya va Yaponiya moliya vazirlari va Markaziy bank raislari 20-22 may kunlari Kanadada yig'ilmoqda. Rasmiy bayonotlarga ko'ra, ular global iqtisodiyot, iqtisodiy xavfsizlik va barqarorlik, Ukrainadagi vaziyat, moliyaviy jinoyatlar va